O'zbekiston tumanining Qulbek mahallasida bir paytlar chiqindi hisoblangan olcha danaklari bugun tadbirkorlik uchun xom ashyoga aylangan. Dilmurod Akbaraliyev 2025-yildan buyon shu yo'nalishda faoliyat yuritib kelmoqda. Dastlab oddiy uskunalar yordamida boshlangan ish vaqt o'tishi bilan takomillashib, bugun olcha, o'rik va shaftoli danaklarini qayta ishlash yo'lga qo'yilgan korxonaga aylandi. Ishlab chiqarish uchun zarur xom ashyoning barchasi mahalliy manbalardan olinmoqda. 2005-yildan beri shu savdoga kirganman. Dadamlar kasb, ota-onamning kasbi sho'rdanakchilik qilganmiz. Yengil, ro'zg'orga yetadigan darajada bo'lib kelavergan. Bu ishga kirishimizga sabab Samarqandlikda tanishimiz bor edi. Shu olcha danaklari bor ekan. Bizda endi apparat bor edi. O'sha apparatingda menga mag'iz qilib berdi, taklif qildi. Jo'nating dedik, uyga olib keldik, keyin chaqdik, mag'iz qildik. Qiyinchilik bo'ldi boshida. Apparatlarimiz endi sodda bo'lgan u paytda. Sekin-sekin ustida ishladik, apparatlarni yangitdan ixtiro qildik, qo'shimcha qildik, Turkiyadan sotib ham oldik. O'zimiz ham shu ish bilan shug'ullansak bo'lar ekan, yaxshi ish ekan deb zavodlar bilan gaplashdik. Ular o'sha danagini axlat hisobida chiqarib yuborishar ekan. Keyin biz uni o'zimiz olib quritdik. Yaxshilab quritib, mog'orlantirmasdan quritib turib, olib kelib chaqib mag'iz qilsak yaxshi. Biz tufayli ko'p xonadonlar ishli bo'ldi. Qo'shlarga ham tarqatamiz uni terib tozalattirishga. Ular ham 4 so'mlik bo'ldi. Bizga ham bo'ldi, Xudoga shukr. Bu ishning yana bir e'tiborli tomoni, uning foydasi faqat korxonaning o'zi bilan cheklanmayapti. Tadbirkor olib kelgan uskunalardan andoza olib, ularni takomillashtirib, boshqa xonadonlarga ham yetkazib bermoqda. Ya'ni bir korxonada boshlangan ish asta-sekin xonadonlarga ham kirib boryapti. Bu ishni boshlaganimizdan keyin bizga havas qilganlar ko'paydi. Ularga ham keyin shu apparatimizdan o'zimiz tayyorlab, o'rgatib, xonadonlarga olib borib ishga tushirib berdik. Taxminan bir 40 ta xonadonga berganmiz. 40 ta xonadon ish bilan ta'minlangan, oilaviy shu ish bilan shug'ullanyapti. Ular o'rik mag'iz qilishyapti hozir. Xonadoni juda gullab yashayapti. Xursand kelib, alohida rahmat aytib ketishadi. Turkiyadan bitta sotib olganmiz, qolganini o'shanga qarab o'zimiz yasaganmiz. Borgan har bitta yasagan stanogimizdan keyingi stanokka takomillashtirib borganmiz. Turkiyadan olib keladigan stanok taxminan $3000 bo'lsa, biz aholiga o'shani yengillatgan, shu $1000 atrofidagi tushadi, o'shani qilib berganmiz. Bugun olcha danaga bir necha bosqichda qayta ishlanib, tayyor mahsulot holiga keltirilmoqda va eksportyorlarga yetkazib berilyapti. Qayta ishlangan mahsulotlar Xitoy va Turkiya kabi davlatlarga yuborilyapti. Danak po'chog'i ham tashlab yuborilmay, undan ekologik toza yoqilg'i tayyorlanmoqda. Kelgusida esa tadbirkor ishlab chiqarishni yanada kengaytirishni rejalashtirgan. Gilos danagimiz bir 6 etapdan o'tadi. 4 ta stanogimiz bor, chaqadigan, 2 ta tozalaydiganimiz bor. Eksportyorlarga tayyor mahsulot qilib beramiz biz ularni. Ular keyin Turkiya, Xitoy davlatlariga eksport qilishyapti hozir. Xudo xolasa niyatimiz bor, o'zimiz ham eksport qilishlik. Shunga harakat bu hokimiyat tomonidan bizga ancha ko'mak berishyapti hozir. Nima yordam bo'lsa, hammasini qilib berishyapti. Ko'p xabar olishyapti, nima xizmat, nima kamchilik deydi. Soliqdan imtiyoz bo'lgan shulardan imkoniyatlardan foydalanib, Xudo xolasa kengaytiryapmiz. Bundan ham kengaytirib, Xudo xolasa bu joylarda olib, xolodilniklar qilib, o'sha olchani o'zimiz muzlatmoqchimiz, eksport qilmoqchimiz. Bu mag'izidan yog'ini olib, parfumeriya zavodlarida shartnoma qilib, yog'ini o'zimiz bermoqchimiz. Ish o'rni yaratish, ko'pchilik bizda ishlasa, xonadon obod bo'lsa, biz o'shandan xursand bo'lamiz, yayraymiz shundan. Olcha danagini mag'izi bilan kifoyalanmadik. Buni o'sha po'chog'iga pechkalari chiqqan, o'zini maxsus, ekologik toza, kul bo'lmaydi, shilak bo'lmaydi, toza yonib, odamlar sog'ligi uchun zarari juda ham kam. O'zbekiston tumanida bunday tashabbuskor, mehnatkash va o'z ishini yo'lga qo'ygan tadbirkorlar juda ko'p. Biz ko'rganlarimiz esa shu katta manzaraning kichik bir qismi xolos.